To'g'risini aytsam, tuzalganimdan keyin o'zimda ham qanaqadir g'ashliklar bo'lgan. Ishonmaganman, что psixosomatik orqali va to'g'ri ovqatlanish orqali shunaqa kasallikdan tuzalib ketish mumkinligini, chunki doktorlar bu kasallikni tuzalmas deyishgan. Va shuning uchun ham qanaqadir o'zimga o'zim erishgan narsamga, aynan tanamda bo'layotgan o'zgarishlarga o'zim ishongim kelmagan. Lekin bunga qaramay, bu kasallikdan tuzalgan insonlarning soni ko'p bo'lishiga qaramay, lekin bunga ishonish menga juda ham qiyin bo'lgan. Va esimda 2022-yilmi, 2023-yil birinchi marta YouTube'ga video qo'yganimda ko'pchilik senda faqat vaqtinchalik remissiya boshlangan, yosh bo'lgani hisobiga shunaqa bo'lyapti, yana qo'zg'aydi, yana 1-2 yil kutgin, yana sovuq tushishi bilan kasalliging qaytib keladi. Bu umuman bo'lmagan gap yoki senda umuman reumatoid artrit bo'lmagan, chunki bu kasallikdan tuzalish mumkin emas deb ko'pchilik yozishgan kommentariyada. Va o'sha vaqtda o'zim ham qanaqadir tushkunlikka tushib qolganman. Rostdan voy, shuncha o'rganayotgan narsam, shuncha qilgan narsam, men ishongan narsa yolg'on bo'lib chiqsa deb. Keyin qaysidir vaqtda bu narsalarni tashiganman, rostini aytsam. Men e'tibor bermaganman.